Всем hay o'rtoqlar, bugun sizlarga Tailanddagi bir kunimni aytib beraman. Bugun meni bitta tirnog'im sinib qoldi, e'tibor bermaysizlar. Конечно, cho'milib chiqqanimdan keyin meni birinchi qiladigan ishim bu bo'yanish. Meni vaqtim 2-3 soat ketsa ham, men bo'yanishni prosta sevaman. Bu vibe baribir bolalar tushunmaydi, to'g'rimi qizlar? И все, makiyajimni qilib oldim. Sizlarga bitta maslahatim, aeroportda dollaringlarni batga alishtirib yurmanglar. Get ready with me. Qizlarjonlar, tez shunaqa kiyinib olamiz, a? Men bu yerda kamerani qiyshuv qo'yganimni videoga olib bo'lganimdan keyin ko'rganman. Zakovkamni qaranglar, salligini. Sochimni ukladka qilmayman, baribir tushib ketadi, chunki Tailandning havosi влажный. Конечно, украшениyalarni taqib olamiz, a? Vashshe chiqishim qiyin bo'lib ketdi. Bo'ldi chiqaqo, Anora, bo'ldi. Voy asal bo'lib ketding. O'rtoqlar, men bu atmosferani qaranglar. Men bu yerda 99 ta video, rasmlar olib, shunaqa qornim ochganidan ovqatlanishga sirazu yugurdik. Men videoda mazza qilib yeyotgandek qilib ko'rsataman, lekin shunaqa osh yegim kelyapti. Bitta osh bo'lganda yeb berardim deb o'tiribman-da. Gastinisaga qaytayotganimda shunaqa shirin kuchuk ko'rib qoldim. Men buni ko'rib, uyimdagi mushugimni sog'inib ketdim. Kelganimdan keyin sizlarga zo'r yengillik aytishim shart edi. Agar PUBG Mobile'da UC ko'tarmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga Buldrop saytini tavsiya qilaman. Balansinglarni to'ldirayotganinglarda meni promokodimni ishlatsanglar, 20% chegirma balansinglarga qo'shib beriladi. Omadinglarni sinab ko'ringlar. Hammaga xayr.